2002 yıldan 2007 yıl çıkan 5 yıl deriyanda şu Beycan'daki Cumhurbaşkanı şuyanını alen eticilen bitirip Amerikan Cumhurbaşkanı Cemiyeti ve Amerikan Devlet İliş Kaydasını uğurlaştırışıyla Mısır'daki Ezer Üniversitesi'ne imtihan verip 2007 yılın ise Amerika 11. yıldan Mısır'a devlet tarafından evet okuş sarayından okudu. Aslında 13'ünü bilgen şu faaliyetin qaysi maqsadda qanday o'rlashtirilib qoldi shu to'g'risida bir Amerikan biz bu fikrimizda şu safari Cumhur Safarisi'ne okuş başkanımızdaki ustazlarga şunda bir fikrimiz vardı deb o'tirib qo'ysak ular bizga faaliyet o'rnida faaliyet vaqtini o'zlari o'rinlashtirib berdi. Faaliyetning jarayoni shunda. Uyushma ichida xizmat qilamiz masalan o'sha Qohiradagi o'quvchilar uyushmasining ichida. Bu uyushma ilgari qurilgan menimcha kelishma oldida. Bu uyushma asosida Cumhur Safarisi o'qish başkanımızda paydo etdi cho'ng jihatda. Elchixonaning boshqarishida bu? 2009 elchixona qaraydi. 2009 yil uyushma kirgan, dastlab kirganligi nima bo'lish xizmatim bo'lsa, turmush aytdi. Aha. Shu qo'lda. Turmushlari qaraydi o'quvchilarga masalan. Ana keyin Allohning o'qish bitirib qaytgan bolalar ularni o'rnida xizmat xodimini tayyorlab bular. Keyin ular o'zlarining mahallada arab tilida yaxshilik bilan bolalarni tashabbus qilish bilan o'sha o'quvchilar uyushmasidagi muavin boshliq bo'lib ishlab turyapman. 2010 yildan beri. Hozir u uyushmaning ichida qanchalik masalan sizga o'xshash ishda kadrlarimiz bor? Uyushmada xizmat xodimlaridan. Bundan masalan asosiy xizmat xodimlari o'sha muqim o'qiyotgan o'quvchilarni asos qiluvchi. Ya'ni chekizlar yoki kishi muqim o'qiydigan. Shunda o'quvchilardan bular Xo'jzo, Uyg'ur, Amerikan boshqa, Xanzo yo'ldoshlar, boshqa millatlardan bular qatnab kirgan masalan. Bu ishlardan o'quvchilarning soni 30 yoki 40 ta tarafida bor edi. Chunki men hozir o'qiyotgan mayli davlatdan chiqarib o'qigan o'quvchilar bo'lsin, mayli o'zbekistondan chiqib bilim oshirish chiqqan o'quvchilar bo'lsin. Bu ilgarigi xizmat nimamiz azar o'qiyotgan asos o'quvchilarni ko'zda tutuvchi xizmat programmamizda. 2011 yildan beri bu bizning uyushmamizning doirasi kengayib Cumhuriyet o'quvchilar va ulamolar uyushmasida e'lon qilinadi. Cumhuriyet shu yaqin qo'yda cho'ng chiqqan o'quvchilardan beri o'quvchilardan beri masalan har qaysi maktablarga vatandan bilim oshirish bilan birga dars o'tayotgan cho'ng o'quvchilarni bizdan xizmat dairamiz o'z ichiga oladi. Shunday 30-40 o'quvchi bo'lmasa, xizmatni masalan safari o'rlashtirgan faaliyatlarni, o'quvchilarni ayam qildirib faaliyatlarni, devletimizga xizmat masalan chavandi, bunday cho'ng faaliyatlarga kam ko'lamda faaliyatlar o'tkazishga shunchalik o'quvchi bo'lmaydi. Ehtiyojlar odatda 30 yoki 40 o'quvchi bo'ladi. Agar o'quvchilar safar qilish yoki o'qish bitish sabablar va taqaddum bo'lsa, o'rniga yana bolalarni taklifida bolalardan bir xizmat qiladi. Unda bo'lsa o'qiyotgan Uyg'urlar, Xo'jzolar va boshqa millatlarning o'quvchilaridan bo'lib qanchalik o'quvchilar bor? Jami. Endi hozir shu uyushmada Erdo'g'istonda o'quvchilar statistik bilan bir xizmat turimiz bor. Shu o'quvchilar ular masalan hozir asbob millat o'quvchilari va boshqa o'quvchilar bilan taxminan hozir 3000 yaqin statistik qilindi. Xas Uyg'urlarning ham ayrim statistik soni bormi qo'lingizda? Uyg'ur o'quvchilarning ayrim statistikasi yo'q, lekin hamda bizning o'zimizga qilgan o'quvchilar masalan 300 yoki 400 ta chiqadi. Biz biladigan o'quvchilar. Chunki qolgan o'quvchilar asosiy sayat maqsad qilib bunda bir Misrni masalan kattalar kelaydi, mana ikki qolgan o'quvchilar chiqarchi. Muqim o'qiyotgan o'quvchilar esa 300 ta tarafida bo'ladi. O o'quvchilarning hammasining o'sha faoliyatlariga aktiv ovoz qo'shamdi yoki bunday betaraf turdiganlarmi? Biz faoliyatlarni o'rlashtirib shu vaqtda yoki juma kuniga yoki shanba kuniga o'rlashtirish to'g'ri keladi. Ba'zan o'quvchilar masalan aloqalash vaqtlari qo'laysiz va yoki xabar topolmagan yoki bizning bir alohida ishlar chiqib bo'lib faoliyatlar qatnashamiz. Asosan bolalar xabar topgan bolalar demak vaqt kerak asosda faoliyatlarga anda muloqot qilishni qo'llab qo'yadi. Unda o'smish chag'anlik qanday bir faoliyatlarda bo'ldinglar? Endi yaqin chag'an o'tdimi mana endi hozir oxirgi mazgilda? Bu to'g'ri qanday faoliyatlar?
Sağam mezgilde ben dadamda anamla düzeye yaptırıp ayarımla ballarımla atırış fatişet şu taraf gitip kaldım. Sağam mezgilde faaliyetlerge ben Elçikan'la faaliyeti katmıştım. Hem okuşlar özürü uyuşturan faaliyet kaç yaktan düzden katmışım ben kaldım. O Elçikan'ın faaliyeti kanday boldu? Atanızın katmıştı mı faaliyetine? Elçikan'dan mesela şu okuş başkanımız Türkiye Kovunca diye bir okuşumuz var. Kovunca sözlenmeyemez adette. Şu okuşçular ve atanımın keyginin ağlaşında baktan bular. Ben yüzü alaylı kütüveler. Dadamda anam var bana. Elçikan Orubaştıgan Çakarlık faaliyet katmış alaylı. Teknik bağımlısını tutmuştu dedi. Şunun dadam anam ben böyle patmışet. Faaliyet içinde yakışık oldu. Bu faaliyet katlaşık Allah'ta sefaret işler kadımlar mesela Elçikan kadımları. Annem müşahede görüyor. Ülkeye Karxanca, qaysi çoğun tarihçiler Allah. Bu oğuzlar ve okutuşlardan asasılmadan ne moralet mesela vekiller olarak katlaşkan annem müşahede muhacir olarak cumhurluk muhacirlerden bulan umum faaliyeti mesela üçte biraz da katlaştı değil mi? Şuna bir yaxşı faaliyet oldu. O faaliyette qanday mazmunlar bo'ldi bir? Bu faaliyetlerden var onun yani sanat ümükiden nafs maketini adam ulaştırıp gel sanat ümükiden. Ama onun faaliyet markanda yerden de bizden müşterilerdi. Birincisi böyle şiirine avazlık her bir ornumuzun tuğan atıslar faaliyetine şu böyle şiirden başlaymayız bayrak tıkırışın içine. Ama lakin faaliyetlerine sanat numarını sanat ama ulaştıran olsa şu tertip boyunca anlatır. İki numara ya üç numara bakata Türkiye'nin dağda arılık anlatırına bağlı. Ottadan katlaşkalarla mükaffatlaştırıldı ve mesela numara tallaş, erkek tallaş arkalar aparatı okulu, tutansı okulu çıkarın derdi. Onursal faaliyetlerimde üstüyorum. Bu da kızımka faaliyette Uygur balladın, yani Uygurların numara kösetlerle buldun mu? Faaliyetlerde okutuşlarda ilgiye takiplerimiz için münasibetler Uygur balladın men, anam, dadam, anasının şöhret erganı bir tartışımız var. Buradan uyuşmadı devletleri var. O şöhret diyen tartışımdan ayalı Aytiken, yani bir anam için Elçikan isterden yani bir abade kırderden bir kılmet kadım var. Şu akımız, ayalı, balları, atanısı var. Onu yakın ayda patlaştık. Başka numaralarda bulmagan sizler numara köşetlerde? Şu güne geçti ama o zamanı terör bir rayonda şu yerde ben o Cumhur Medeniyet Merkezi'den bir yollavuşu terör bir okuşçu vardı. Kanzı okuşçu. Bu okuşçu sizin şu ata-anamdan beri kilanda küçük varakçılar gelse teklifname. Şu teklifname asasen yaşlar kuluğu ve rezandırajda sanat düzgü var. Şu yerde anlattım o naşa ümekten yani toprağın bazı uyan numaralı tırları var diye. Şu Cumhur Sanat Ümidi Vakal'da naşa ümeke anlattım Mısır Sanat Ümidi Vakal'dan açılan yaş ballarımız tezitler çıkartan işte numaralı yaş mesela şu yerde keşlik numaralı yaşakta şu yerde ziyaret kılıp tamam ki kayıt geldik. O da her zaman bizden bu posta hizmet yoldaşlar olsun, meclis aparatı kadınlar olsun veya bilmem şu başlıklarla seferkiler olsun hemimiz görünüyor tırnaklıkta vatanımızda bir takipte mukumlukunu koğdaş her kayıtlarda bizim okuşlarına dikkatlerlikte sağlamlıkta tasatmakta kanalı aldı Arap'ta ya Arap'ta şirketim okuşlar uyuşmasına birleşmesine mahsus koordinatör açıyor. Önceden anlayışçısı. Şu anda her türlü diğer haberlerine dikkat kıldan, mukamlıkta dikkat kıldan aynı seyitlerin mahsus uğurlaştırıp her anda tılsızlığa ya aklı iktidarı tutulmalarından anladı. Biz nasıl haberlerimizden vakti haber tapalar. Şunda şirayet var. Sizler bayqıgan, yoki sizler uçurgan aşındaq bir əsəbilik, idişilikə, yoki partiya, hükümetə qarşı mındaq bir oquvchilar yoki shunda odamlar to'pini uchratdinglarmi? Hozir qadar o'quv sharoit yoki o'quv kishilar to'pini uchratmadik. Chunki biz asosan o'zimizning o'qishi, amaketda, Elçikan xizmatlari va o'quvchilarga xizmatlarga mashg'ul bo'lmasdan, hozir qadar unda kishilardan unda alohida voqealar uchratmadik. Boston anlatıyla o da fikirlerimiz mecburi para
agar bular qutqarib qolgan ustozlarga vaqt yetgan hozir qadar ondan kishilar bo'lmadi. Hozir shu uyushma nomida masalan elchixona diklar bo'lsin va yoki sizlar uyushma bo'lsin, Uyg'ur o'quvchilar yoki boshqa Jungolik o'quvchilar uchun qanday mulozimatlarda, qanday yordamlarda bo'layapsizlar? Biz endi sizlarga xabarimizda hammamiz asosiyatsiz o'quv saroyida o'quvchilar-ku. O'qish bitsa, cho'qin jamiyat uchun, xalq uchun xizmat qilish yalnız bo'ladi emas, har qanday bir o'quvchini. Shunga o'qish bitgandan keyin qanday xizmatlar ijtimoiy aloqa qanaqaganda bir tajriba talab bo'lsin maqsadida bolalar aktivlik bilan o'sha uyushmalar ishlarni o'zligidan qilinadi. Ma'lumotlar va yoki qilgan ish yo'q. Faqat tajriba o'quvchilar uchun xizmat qilamiz. Bu ders qilayotgan xizmatlarimizdan bolalar masalan tantana faoliyatlarini masalan sharoit qiladi. Lekin bolalarni hatto masalan yezib tuzilish binolarni ochirdigan, ulardan boshqa hayotga integral ba'zi faoliyatlarimiz borda, masalan umumiy vaziyatda masalan bolalarni bir hayotga chiqishini ba'zi sharoitimiz yo'q. Shu asos qilaoladigan bolalar qanaqadir bexatarlikdan savodini izlani mumkinligi ko'rsatishlar birga andan tarbiyalash masalan yo'lda qattiq xavfni umumlashtirish masalan ta'til mazgilda bolalar aksiz o'qishyapsan buni kitob narsalar safarliklar azhan xodimlar bilan ta'minlaydi bolalar masalan xavfni umumlashtirish qo'shtovliqni qanaqadir rivojlantirish bolalarni ta'til qilishdan bo'sh vaqtlardan foydalanib o'zi iqtidorni tashabbus qilgan bunday faoliyat turlarimiz bor bizga loyiq. Diniy ziyolish bo'lish suhbatingiz bilan mushaq partiyaga va yoki o'zingizning xizmatiga mushaq sodiq bo'lishdek ishlarga sizga nima sabab bo'ldi? Nima turtki bo'ladi? Men o'zimni o'qisam, o'zim bir Jungo fuqarosi, men tug'ilib o'tgan yurtdan vatan xalq hukumat mavjudligini qanday o'qish sharoitini ta'minladi. Masalan 9 yillik majburiy ma'rif deymiz. Agar hukumat davlat shu xil majburiy ma'rifni o'qish sharoitini hozirlamagan bo'lsa, bizga maktablarga chiqish o'qishga bilan bahra qilmagan bo'lsa, bunda azhan xodimlar bizlar qo'llab-quvvatlagan bizning xizmatimiz yaqin yaraylik bo'lmagan bo'lsa, bizning dinimiz, bizga natijamiz qo'lga kelmagan bo'ladi. Shuning uchun qanday deganda o'zimiz davlatiga, xalqiga, jumladan qanday deganda 20 yashar yashayotgan har bir yosh o'zini amaliy majburiyatni tunib yetish orqali qanday deganda o'rgangan bilimlari bilan oldindan o'ziga amalga foiz olib turgan jamiyatga jumladan o'zimiz davlatiga qanday deganda foyda qilish bilan odatiy bir insonning aqliy tuyg'usi deb qarayman. Bu hargiz qanday deganda partiya va yoki emas to'g'ri biz vatanimizni suyishimiz, partiyamizni qanday deganda hurmat qilishimiz shular qanday fikrmanda bunday san'at ma'rifat taraqqi qilgan ilktirlashgan bunda bir davr yashayotgan ekan kuchli davrda. Shuning uchun qanday deganda bizning davlatimizga bo'lgan partiyaga bo'lgan sodiq taraqqiyotimizni alqayt amaliy aktimizdan ko'rsatishimiz bu tabiiy bo'lgan bir majburiyatimiz deb qaraymiz. Siz boshqa Uyg'urlarning sizga va oilangizga boshqa xil qanday nazarda qarashdan ansiramsiz? Unda ansirash yo'q, chunki men hozir o'zimni ketdim yaxshi qilib vatan qaytib xalq uchun, davlat uchun chiq yaratsam deb o'ylayman. Bunda chiqyapti xizmat qilish uchun qanaqadir olgan so'zlarga parvo qilmasligimiz lozim. Unda so'zlar yo'q hozirda. Lekin bu partiya men ideyadan tayyorlashmoqda.